Assalamu alaykum, hörmətli Uyğur TV görülmənləri. Uyğur TV kanalımızın bugünkü söhbət proqramını görüşünlərini qarşı alırıq. Biz bugün bu proqramımızda Avropada aktiv xidmət qılıb kelavatqan fəaliyyətçimiz Nəbican Əla əpəndi bilan söhbət qılmaqçı. Assalamu alaykum Nəbican aka, qanday ahvalınız? Aleyküm assalam. Aka aldı bilan ekran aldıq xeyrindaşlarımızla özünüzün bir tanıştırış bilan proqramımızı başlagan bolsaq. Oldu. Assalamu alaykum hörmətli görülmənlər. Mən aldı bilən şu Uyğur televiziya stansiyasına Allah'a rəhmət etmən. Çünki bu fürsətini bəygəlik üçün həm də bu münasibət bilən Uyğur televiziyasını təbrikləyəm, mübarəkləyəm. Neçə ildən bu yan izcil türdə şu Şərq Türkistanın xəbər və hər xil şəkildəki səhifələri də proqramlarını tayarlab xalqımıza yaxşı bir şəkildə proqramlarını berib atıdı. Bunun üçün mən bu yerdə Allah'a rəhmətimi bildirirəm. Sizə rəhmət. Allah razı olsun. Mən özümə tutmuşdursam, mən 2009 ildən bu yan Şivsiyaga panahlıq tilib şu yerdə yaşavatım. Şivsiya vətəndaşı şu jarayonda özümüzün qoldan kelişçə şu media xəbərçilik işlərdə qolumuzdan kelişçə bir xidmətlərini qılıyatımız. İnşallah bunun kimi sizlərdəki hər qaysı televiziya stansiyaları ilə həmkarlaşıb, yəni yaxşı şəkildə xidmətlərini elib getmemiz deyə oylayıram. Rəhmət. İnşallah. Aka siz şəxs sübutunuz bilan bu davada uzun yıldan beri xizmət qılıb kelatsınız. Ondaqda biz xalqımız bugünkü Şərq Türkistan davasında nima ishlarni qilish kerak və nima ishlarni qila oladi bu to'g'riliq suhbat bergansiz. Rəhmət, aldı bilan sorğan sualınızın aytaq sual oldu. Əmdə biz mühacirətdə, yəni bu şu qanday xidmət qila olayımız degan vaqtimizda biz həmmimiz özümüzə layiq imkaniyetimiz yarışa xidmət qila olayımız şu. Məsələn, Avropada olsun, meyli Türkiyədə olsun, meyli Amerika, başqa qitələrdə olsun, Uyğurlar hər qaysı təşkilatlarının yetəşlikdə meyli yalnız kişilik olsun, meyli kollektiv şəkildə olsun, həmmisi özünün imkaniyeti yarışa xidmət qılıbdı. Məsələn, elə hesab olunan dedik, Abdüğəni Qərniçimiz yalnız kişilik namayişini başladı, bir yılını açdı. Üstündə yalnız kişilik şəkildə özünün şəmmi dəmliş gündən paylanıb xidmət qılıbdı. İlavanı anlatıbdı, zulmunu anlatıbdı. Mana bu özünün imkaniyeti yarışa qılan xidmət. Onun da başqa nurgun qeyrindaşlarımız meyli şu Şərq Türkistan'da bulayotgan zulmunu axbarat şəkildəki xəbərlərini olsun, proqramlarını olsun, ingilis dili olsun və üzü turuşluq dövlətlərini tillərə aylandırıb, onun üçün hər qaysı axbarat vasitələri elan qılışıbdı. Şuna oxşan şəkildə hər xil dokumentlarını tayarlayotgan qeyrindaşlarımız var, hər xil uçurlarını toplab, ularını bir şəkildə sunuyotgan qeyrindaşlarımız var. Məsələn, Norvegiyada ayna Dünya Uyğur Qurultayının yetəkçiligində arxiv ambarı quruldu. Bu yerdə bu quvvaçılarının arxiv ambarları olsun və ya ki Şərq Türkistanda tutulğan, öldürülgən, ziyankeş uçurğan qeyrindaşlarımızın arxivləri turğuzulmalıdır, saxlanmalıdır. Bu şəkildə həmmisi təşkilat şəkildə olsun, şəxsi şəkildə olsun, üzünün imkaniyetindən faydalanıb bir şəkildə bu dava üçün hərəkət qılıbdı. Demək, həmimiz şəxs sübutumuz ilə mən bir gün üzümüzdən sual soraq olacaq. Mən bir gün xalqımız üçün nima iş qılıb gəldim. Mən nima iş qılıbdım, nima iş qıla alayım. Bilirmi ya? Bəzilərimiz iqtisadiyyatı $10, $20 ayağa ataya alayımız, şunam ya. Bəzilərimiz vaxtımızı ataya alayımız. Bəzilərimiz çox degan üzümüz nesini silib, aynı vaxtımızı, zehnimizni çıxıb bir şəkildə çox, məsələn, Germaniyadakı arışma bir enimiz var. Yakına yakılmadı. Demek müştak şekilde yalnız kişilik olsun, kolektif şekilde olsun, teşkilat şekilde olsun, hemimiz üzümüzü layık bir hizmet kılamayız. Şunun için müşinin hemimiz üzümüz imkaniyetimizi gerçeğe bunun çıkış noktası kılıp ben nimiş kılmayım, nimiş kılalayım degenge sualla koysak onun cevabını tepalayımız da boylayız. Rahmet aka. Ondaqda bugün Wuhan virusu bütün dünyada bir kun tərtibi kelatıdı. Bütün dünya təhdid buluvatıdı. Muş günlərdə bizden Şərq Türkistandakı cəza lagerlərə qandaq təsir bula və şundaqlamış muhacirət yaşayotgan bizlər bununla qandaq pozisiya bildirişimiz kerak bu şəxsiz xəbərləməsiniz. Rəhmət. Əmdə bu virus diginimizdək bütün dünyanıqa təhdid edib gəldi. Hazır bilişimizcə 37-38 dövlətə tarqalğan oldu. Bütün dünyanın bir diqqət etibarını qozğaqlatıdı. Demək bu virusun kelib çıxışı o şəkildəki qandaq oyun oynatıdı. Bu yerdəki şəkildəki məsələ üstü toxtalmayımız. Bu yerdəki sualğa yarışalan mən şu dünyaya tarqalğan bu virusun, Xitay virusunun bizning Şərq Türkistandagi lagerlardagi qarindoshlarimiz qanday xavf olib keldi va yoki Şərq Türkistandagi xalqimizga qanday xavf olib keldi degan nuqtaga to'xtalsam,
Bu virus hemmimiz bilgandek bu iliqi özlügidan chiqib qolgan yoki shaparangdan chiqqan yoki bunun hayvondan chiqqan narsa emas. Bu Xitoy o'zi bir qo'lliq ishlagan, bir qo'lliq o'zining yomon niyati uchun keşif qilingan bir virus bu. Bu virus iliqi bizda bir maqol tamsir var. O'rni kim qo'lsa o'zi tushidi deydigancha. Demak Xitoy bu o'rni boshqalar uchun qo'llaganda ama o'zi tushib ketdi. Ham tushyotdi. Inshaalloh tushkisi. Chunki Alloh ular zalimlar o'ylagan hilmikirdin beter hilmikirinib berbat qilguchidir. Bunun uchun biz bu yerda Şərqi Türkistandakı qarindoshlarimiz qanday xavf keldi? Hozirgi uchurlarimizda anglashlarimiz qaraganda Şərqi Türkistandakı lagerdagi jazo lagerida qarindoshlarimiz maska taqib qo'ygandek bir ahvollar bor. Bu eng nima o'tkili deganda nurg'un qarindoshlarimiz bu to'g'riliq programma ishlabdi. Alloh razı olsun. Demak bu o'tganlar, ya'ni lagerga qanday kirib qoladi bu virus deganda birinchisi o'sha Gundupay yakomuz qurolliq saqchi qismidagi kirdi en evvel çünkü ular ismini almıştı, uyga qaydıdı ve yoki jamiyat bilan bevosita uchrashdi. Yana birisi shu deganda shu yemek içmek yoki bo'lmasa turmaga aslaha tushug'ichi xodimlarning vasitasi bilan yiqib kirdi. Yana birisi shu deganda dars berayotgan, tarbiyalash ilib berayotgan o'qituvchi va yoki boshqa shakldagi formaliq saqchilarning ularning vasitasi bilan ilib kirdi u yerga. Çünkü ular cemiyetle abim degenimizde uçuruşu biraz yukarı oldu. Onun için ularning vasitasi orqali kirishi mumkin. Ama ularning melkin dezinfeksiyaga kirgan taqdirda bu virus az deganda 14 kun insonning bedenida yo'shirin holatda turdi. Buni da inson shu yuqumlar o'zini bayqay olmaydi. Bu ahvolida bunda kirish abim qilib 3-4 nuqtadan bu virusning singib kirish ehtimolligi bo'lishi mumkin. Ama avval Cenab-ı Allah'a biz yelenimiz, Cenab-ı Allah'tan sorayımız, Allah muş qarindoshlarimizni mushu Xudo İbrahim Aleyhisselam'ın nemiratının otudan saqlab qolgan Allah Firavunning ziyonkashligidan shu Musa Aleyhisselam'ın qavmini saqlab qolgan Allah mushu Şərqi Türkistandagi shu musulmonlarni Allah secde qilgan, Allah uchun qulchilik qilgan musulmonlarni. Onun için bu musulmonlarni Allah qo'g'dab qoladi deb buni umidimiz va ishonchimiz bor va Allohga shunday deb duo qilamiz, yelinamiz. Shuna bilan birga buning sababini, buning uchun oldini olish uchun qanday qilamiz degan vaqtida biz hozir kun tartibida turayotgan mushu virusning turtkisida biz dunyo oldini oldi. Dunyo o'zining har xil shaklda Xitoy pasportidagi Xitoylarni shu o'zining chekirishini kirishni to'sdi. Ham bayqalganını yoki bo'lmasa burun Xitoyning pasportida yashayotgan mayli Angliya bo'lsin, mayli g'arb ellardagi Xitoylarni har birisini doktorxonaga olib tekshiryotdi. Ularning uchun bedanda shu virus bormi? Agar durib qolib qolsa, ularni darhol shaklda unda arif shaklda kuzatishni davomlashtiryotdi. Demak, buning oldini ola oladi. Ammo shu deganda abim deganimizdek bizning lagerning ichidagi turmadagi qarindoshlarimizni Xitoy buning tadbirini olamdi, olmamdi. Hattoki mana bugungi kunga kelganda videoda ushbu vositalar shuni ko'ryapmiz. Xalqimizning u yerda yemeklikning, hattoki uyda qapsilib qolgan xalqimizning yemeklikdan qiynalib hatto yemeklikning pulga setib oladi. U kartada pul bo'lmasa, naqd pul bo'lmasa, ishlab pul topmasa, u nimaga deb yeydi uni? Uydagi narsalar tugab qanday qiladi deganda, hatto ochliqdanmi normal aylıklarının bunda açlık tehdidi uçrayotganidek ma'lumotlar bor. Endi bundan ne biz dunyo xalqiga qanday anlatamiz? Qanday dalil isbotli shaklda buni yo'ritib, dunyo xalqining hissashligi bilan, yordami bilan, sababi bilan bularni qanday qutqizib qolamiz qarindoshlarimiz degan nuqtada dunyodagi faoliyatchilarimiz, tashkilotlarimiz olsun ciddi şekilde bunun için izleniyordu. Hem de xalq buluş sübtimiz bilan biz hemimiz endish qilyapmiz. Boshqa tehditlar va bu zarlash bilan endish qilish bilan ishimiz olmaydi. Bunun çaresini tepishimiz kerak. Bunun en önemli çaresi hemimiz qila oladigan bir usul bor. Nima deganda biz xuddi men Uyg'ur deganni qilgan o'xshash hashtag shaklda mushu Sharq Turkiston lagerdagi qarindoshlarimizni mening qarindoshim virusning tahdidi uchrayapti degan hashtag shaklida o'tirg'i chiqa olamiz. Buni sizlarning kerak Uyg'ur televiziyasi olsun, Istiqlal olsun va yoki dunyodagi shunday kollektiv va yakka shakldagi axborot markazlarimiz orqali buni keng tarqatishimiz kerak. Mayli mushu ijtimoiy uchur vositalardagi Facebook deymiz, Twitter, Instagram va shunga o'xshagan WhatsApp bu qurollarni unumli paylaşishimiz kerak. Hammamiz har kuni
bir gün degende şu hashtag şekildeki olsun yoki bo'lmasa mening tuqqanlarim lager jazo lager dedi guvohlik beryapmiz. Muşu qarindoshlarim Xitoyning virusuna tehdit uchradi degandek ovozlarimizni kundagidek, sekund, minutdagidek anlatib turishimiz kerak. Shunda bo'lgan vaqtida bu masala kun tartibga keladi. Ana kendincho Xitoyga yolg'onlardan bika qildik jazo lagerini, voy biz bo'sh tuvatdik, adamni uy qo'yib qo'ydik degan odamni ko'rsat. Yoki bo'lmasa buningcha sen qo'yib bermading. Sen buningcha hayoti tehditga uchradi. Sen buni erkinlik chiqarishing kerak. Chunki bu toplumu yerda, ya'ni to'plashgan yerda bu virus ya'ni ishtik tarqaydi, ham u yerda sog'lomlikning oldini olish yoki dezinfeksiya qilish, bir maska taqib qo'yganlar ish olmaydi. Bu maska faqat kasallikning oldini olmaydi. Bu faqat bir vaqtlik mudofaa. Har qachon u og'zida turib tomoqning maskani ichida yemaydi-ki. Uning uchun biz mushu narsalarni yo'ritib berib, mushu narsalarni kun tartib turgan vaqtimizda, tutib turgan vaqtimizda anandikan aqrindoshlarimiz shu qarindoshlarimizni qutuldirishga bir harakat qilgan bo'lamiz. Buning uchunchi izlangan bo'lamiz. Shuning uchun biz vahimalar emas, biz nima qaysi yo'lda chiqish qilib boshqa qarindoshlarimizni qutqizish uchun harakat qilamiz degan nuqtada bir qatim namoyish qilishlar yoki bo'lmasa bir qatim iyak berib nima qilib qo'yishlarla hal olmaydi. Bugungi guvohchilarning kun tartib turishi, bugungi Sharq Turkiston masalasining bugungidek kun tartib turishi nimadan bo'ldi desanlar, ijtimoiy taratqularda musha tinimsiz nurg'un guvohchilarning maydonga chiqishi, tashkilotlarimizning birinchi o'rtaq shaklda harakat qilishi bilan zich munosabatli deb qaraymiz. Shuning uchun bundan keyingi nimalarimizni biz Sharq Turkiston masalasini mush ijtimoiy abam qilganimdek mush axborot vositalari, dunyodagi cho'ng axborot vositalari bizning nerdan oladi, bizning kuchini desangiz, mush bizning Facebook tarqatgan ijtimoiy tarmoqlardagi nimadan oladi. Shuning uchun biz bu tarmoqlardan unumli foydalanishimiz va doim zerikmay, terikmay qitpamidag'i qo'yapamidag'i voy menda oldiga buning nima foydasi bo'ldi demay, buning uchun tinimsiz izlashimiz kerak. Anandagi buni natijaga ko'taramiz deb qarayman. Rahmat aka. Hozirgidek Sharq Turkiston davosida tashviqot sohasi intayin muhim bir o'rinda turibdi. Mushundaq bir vaqtda xabarlarning to'g'ri bo'lishi uchun qaysi nuqtalarga diqqat qilishimiz kerak, qaysi manbalardan foydalanishimiz kerak? Rahmat. Endi shu xabarningki tashviqotda endi hozir shu urushimiz tashviqot urushi bo'ladi. Bu urushda biz unumli shaklda g'alaba qilishimiz uchun biz haq tarafda bizning qilayotgan narsamiz to'g'ri, yolg'on yo'q. Xitoynikidek har qachon yolg'onni va yoki bo'xtonni va yoki har xil shaklda tuhmat aralashtirib olmadik. Bir shaklda unda bo'lgan ekan, biz bu haq tarafdagi tashviqotimizni qanday kuchlantiramiz yoki bo'lsa buning manbasini qanday shaklda chinligini oshira olamiz degan nuqtada o'zimizning hayojini bilan, hissiyotimiz bilan yoki bo'lmasa biz bilmagan ko'rinishlarni yoki o'zimiz tushunmagan boshqa bir sabablik bo'lgan videolarni bu yerda Xitoyda bo'lgan ish yoki bo'lmasa vatanimiz Sharq Turkistonda bo'layotgan ko'rinish deb madax shaklda xato uchur berib qo'yishdan ehtiyot qilsak bo'ladi. Mayli shaxsiy bo'lish sifatimizdan, mayli bir shu xabar taqdim bir kanal bo'lish sifatimizdan buningda naiti kelgan mayli ko'rinishning olsun, rasmning olsun va yoki xabarning yozmasining bo'lsin, buningda naiti kelgan manbalarni bir necha yerdan surishtirib qilishimiz kerak. Shaxsan men bir xabar uchur egallagan vaqtimda mayli vatandan bo'lsin, vatan sirida bo'lsin, bir necha axborotga murojaat qilamiz uchun. Masalan, kelgan vatandan elegan vaqtimizda bir odamning gapini emas, shu odamning gapining uchuriga asosan boshqa necha bir odamdan amal bor. Vatanda turayotgan shu xabarga doir bir necha odamdan shu nuqtada savol so'rashimiz kerak. Olimningki o'xshash nuqtada bir 50%, 60% yaqin kelgandan keyin aniqani xabarni taqdimiz. Shuna o'xshagan shaklda masalan vatan sirtidami biz bir necha Xitoycha matbuotlarga yoki bo'lmasa chet el matbuotlariga qaraymiz. Shuningdan eng yaqinini, eng ko'p shakldagi nim bo'lganini tanlab ishlatsak, nihoyat yaxshi bo'ladi deb qarayman. Anandagi xabarlarda hayojonimiz bilan bunday bir shaklda o'zimizning kelgan xiyoli yoki o'chmanligimizni asos qilib emas, asosli shu shakldagi xabarning manbasini asos qilgan shaklda aniqlanib, uningdagi u yerda yo'ritib berish yoki bo'lmasa uningdagi farazlarimizni, nimalarimizni o shaklda bayon qilsak to'g'ri bo'ladi deb qarayman. Lekin nuqul holda bir shaklda hayojon bilan aniqin ilib deb qilib qo'yish va Turkiyada bu narsa bek umumli shughul, turklarda bu masala anda shaklda emasda biz eng muhimi anondan keyin xabarlarimizningki
bir necha nuqtada qilib etgandan keyin inkini tahrirlash. Bu tahrirlash bosqichida xabarlarimizni naytdi mayli imnosi bo'lsin, mayli uning rasmlarimizdan qistirilishi bo'lsin. Bu shakllarga naytdi izchil diqqat qilsak, naytdi yaxshi yo'l deb qarayman. Shunga hamda hozir chet el biz vatandan uchur egallashimizni tasvirlab ketdi bir ikki yildan oyog'i. Undan keyin bizga endi asosliq shu cho'ng matbuotlar, mayli inglizcha bo'lsin, mayli fransuzcha bo'lsin, mayli xitoycha, mayli arabcha bularga diqqat qilyapmiz. Mushu ladimmi bir necha axborot vositalarini o'rtaq elib turib, undan keyin o'rtaq shaklda to'g'ri yerlarni ishlasak, nayt yaxshi yo'l deb qarayman. Hamda xabar qistirib qo'ydiganim xabar mayli tashviqot yana bir roli bor. Biz bu yerda uchurni dal yetkazib berishlam emas. Bu bir tarafimiz. Yana bir tarafimiz bor. Tashviqot xalqni tarbiyalash va yetaklash rolini egallash kerak. Agar xalqimizni tarbiyalab, yetaklash rolini tashviqotdan olib qarasak, vaqtda biz mag'lub bo'lamiz. Biz o'xshashli bir shatutdek bo'lib qolamiz. Ya'ni xabarni elib, ya'ni turtdek qilib qo'yamiz. Ammo bu maqsadimiz emas. Bu bir shakli uning. Ammo eng asosli yetmoqchi bo'lgan narsa bizdagi mayli programma shaklida bo'lsin, mayli xabar shaklida bo'lsin, xalqimizni tarbiyalash. Bizning mushu suhbatimizdan xalqimiz qanchalik narsani egallaydi. Bu bizdagi tarbiyalash bo'ladi. Terbiyelengen xalqni anigani yetakli bir nuqtaga. U terbiyelenmese uni qo'pib qarqo'yib, "O, ayog'i bilet tashlanlar" desa, u bilet tashlashni o'qimasa, saylamni o'qimasa, saylamni tushunmasa, tushunammi? O'zining saylamoqchi bo'lgan u rahbarni, raisni bilmasa, u qanday saylay oladi? Misol qilib aytsaqda. Shunda. Shunga o'xshagan shaklda biz xalqimizni yetaklaymiz deydiganmiz, avval tarbiyalashimiz kerak. Tarbiyalash umumiy eng cho'ng vositasi nima deganda, mushu media orqali, axborot vositalarimiz orqali tarbiyalash. Bu nuqtani ching tutsak, inshaalloh. Hozir mana yana bir nuqtani deylik, qanish. Hozir biz mana Sharq Turkistonning nayti zil vaqtda turyapmiz. Xitoyning ojizlashgan, Xitoyning zavolliq yuzlangan, aloqasizlashgan vaqtda turyapmiz. Biz bu vaqtda vatanimiz Sharq Turkistonni qo'limizga elish va uni xalqimizni qutqizishga biz tayyormi emas, bu mujohidlik Uyg'urlar. Bu masala bor. Bu meselede evvel yüzümüzle biz terbiyelendik mi? Biz terbiyelengen bolsak xalqimizni yetaklay olamiz. Eğer biz terbiyelenmegen bolsak, mayli teşkilat oluş sübutimizden, mayli şahs buluş sübutimizden biz 10 yıl, 20 yıl yaşaptık vatan sırtında. Biz bir şekilde terbiyelenip, biz bir şekilde vatanimizde qanday ilişni, vatanimizde qanday tutuşni, vatanimizde qanday boşqurishni bilenmesek, vaqtida vatanni bergen taqdirdimi tutup turamaymiz. Tushunammi? Onun için vatandagi xalqimiz sog'lom, vatandagi xalqimiz tayyor. Ama biz vatan sırtındaki şu vatanni olama, vatanni qo'limiz boshqurma, vatanni xalqimizni yaxshi baxtli hayot kechirgizma deydigan muhojiratdagi tashkilotlar bo'lsin, shaxslar bo'lsin, biz tayyor bo'ldik. Buni o'zimizga savol qo'yish bilan birga, anandan keyin o'zimizni tarbiyalash bilan birga xalqimizni tarbiyalash va yetaklashni asos qilsak, biz inshaalloh ko'zga maqsad yetalaymiz. İnşallah. Rahmetik Allah razı olsun. Bugünkü bu söhbət proqramımızı köygen xalqımızmı, qeyrindaşlarımızmı bunundan özünü sual qoyub, özünü bir közdən keçirir deb oylayma. Xalqımızga köpdən köp payda ep kilo deb oylayma inşallah. Rahmet, ben bu köpçülükке alayda rahmetimni bildirmen, hem Uyghur televiziyasiga rahmetimni bildirmen. Şununla birge bizning gepimizning to'g'ri yerlarini qabul qilib, xato yerlarini tashlab qo'yishni umid qilaman. Shunday rahmat. Shunda hurmatli ko'ruvchilar, bugungi programmamiz mishada oxirlashdi. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Men Muhammad Amin, Allohga emanet.